baribir hovlida zeleniy zona qilingan bo'lsa, mana shunaqa chiroyli palmalar ekilgan bo'lsa, uyi chiroyli ochib turadi. Insonni o'ziga ham yoqadi. Assalomu alaykum, hurmatli Munxaus obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz bir qavatli kompaktli hovli. Manzilimiz Sergeli tumani Xonobod mahallasi, Arinchir Qo'yliq bozori, katta ko'chaga juda ham yaqin. Lokatsiyasi sizga yoqadi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan mana shu uyimiz sotilyapti. Maydoniga keladigan bo'lsak, 2-3 sotik, 4 ta xona, kuxnya, podvaldan iborat. Umumiy hisobda 4 ta sanuzli bor. Hamda 2 ta kuxnya ichkarida, hamda bu yerda mana yozgi oshxonaga mana sharoitlar tashalgan. Mana gaz, mana umuvaylik tepalari naves qilingan. Xohlasangiz mangal qo'ysangiz bo'ladi. Hozir zamonaviy oshxonani bilasizlar, mangal. Hamda tashqarida mana hojatxona bor. Mana bu yoqdan ko'rinishi, qaranglar. Kirishimiz kalitka eshik hamda mana bu darvoza bo'ladi. Kalitka eshikdan kirganingizda ikkala tomonda xush kelibsizlar deb palmalar sizlarga qarab kutib oladi. Ikkala tomoni chiroyli zeleniy zona qilingan. Darvozadan kirib, bitta mashina tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tepalari uji mana naves qilingan. Mana uyimizni ichkari tomondan fasad ko'rinishi, bu esa tashqi tomondan ko'rinishi. Fasad travertin qilingan, sifatli xomashyo ishlatilgan. Yaxshi, romlari ham sifatli romlar. Mana uyimizni bu yoq tomondan ko'rinishi. Kelinglar, ichkari bilan tanishishdan oldin men sizlarni podval bilan tanishamiz. Mana podvalimiz mana shu oshxonani tegi podval qilingan. Mana podval. Podval ham bitta, menimcha 5-xona deb hisoblasanglar bo'laveradi, chunki cho'pli pol o'tgan. Podval cho'pli polda isiydi. Xohlasanglar bu yoqni yopib qo'ysanglar bo'ladi. Yopib qo'yib, mana duxkontrolniy kotel o'rnatilgan. Mana podvalimiz bitta katta xona. Oynasi romdek ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Mana bemalol bitta xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men 5-xona deb hisoblagan bo'lardim. Podval bilan tanishdik. Ana endi uyimizning asosiy xonalari bilan tanishamiz. Qani ketdik. Kirganimizda kattagina koridor keladi. Qaranglar, bu oshxona, bu yoq zal, sanuzul hamda 3 ta spalnya bor. Kelinglar, ayollarimiz yoqtirgan xona, ya'ni oshxonadan boshlaymiz. Oshxonamizni lyustrasiga bitta like bosib qo'yinglar. Voy rahmat. Mana oshxonamiz. Oshxonamiz kafel, cho'pli polda isiydi oshxona. Plus hamma joyda batareya ham o'rnatilib ketgan. Oynalarga e'tibor qilgan bo'lsanglar, oynalar yodiviy. Yozda ana qattiq quyosh nurini ushlab qoladi. Mana koridorga ham 2 ta lustra ilingan. Bu yoqda mana shotlanka eshiklari bilan zal. Mana zalimiz ham kattagina. Zalda ham shunaqa cho'pli pol plus batareya o'rnatilgan. Mana bu yerda umumiy sanuzul joylashgan. Mana umumiy sanuzul. Mana dushevaya, unitaz hamda shkofli umuvalik qilingan. Mana bu yoqda bitta kattalar yotoqxonasi bor. Mana xonalarimiz katta-katta tushgan. Buning ichida o'zini sanuzuliga ega. Mana unitaz hamda dushevayamiz. Mana bu yerda детский spalnya joylashgan. Oynasi orqa hovlichaga qaragan. Mana bu yoqda yana bitta родительский spalnya joylashgan. Mana. Ichida sanuzuli bor.
Bu spalnigimizdan orqa hovlichaga chiqasizlar. Mana orqa hovlichamiz yomg'ir, qor suvlariga traplar qilingan. Hamma qonun qoidalariga rioya qilingan. Eslatib o'taman, 2-3 sotik 4 ta xona podval bilan 5 ta xona hisoblanadi. Chunki podvalda cho'qlik bo'lib o'tgan. Narxi startoviy 138 ming deyilyapti. Realni olaman degan klientlar tepasida urush to'polon qilib savdolashamiz, yaxshi ma'noda. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying hamda fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiring. Kim shunaqa uy olmoqchi bo'lsa yoki yaqin olmoqchi bo'lsa, videoni o'sha insonga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.